Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar, yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun 14 kunlik umra ziyorati haqida hamda ro'za Ramazon oyida borib, ro'zalar tutib, hayit namozlar o'qib kelaman deb niyat qilgan yo'ri birodarlarimiz, hoji ota, hoji onalarimiz, aka-ukalarimizga ham ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa ertaga Namangandan 14 kunlik umra ziyoratiga ketgan ziyoratchilarimizni kuzatgani boramiz. Inshaalloh firmamiz tomonidan mana bunday so'mga beramiz. Hamda mana bunday kamzul ham beramiz va yana mana bunday pejik ham beramiz va vizalarni topshiramiz. Xudo xolasa 14 kunlik umra ziyoratiga ketayotganlarga Xudo xolasa 14 kun davomida malakali liboschilar boshchiligida ham ibodat, ham sayohat, ham ziyorat bo'ladi. Bundan tashqari 4 yulduzli mehmonxonalarimiz, o'zimiz o'zbekona milliy taomlar bo'ladi hamda sizlar ibodatlaringiz uchun 24 soat transport xizmati ham bo'ladi. Endi katta hoji ota, hoji onalarimiz bor, yurgani qiynalaman deydiganlar. Xohlasalar shu yerdan aravachalarni ham olsalar ham bo'ladi. Shu birgina to'lov ichida samolyotga boshqa hech qanday to'lov qilmasdan olib ketish imkoniyati bor. Xohlovchilar ag'da ham aravachalar bor, olib foydalansalar ham bo'ladi. Faqatgina o'zlarining ehtiyojlari uchun foydalanib bo'lganlarga chiroyli qilib topshirsalar hech qanday muammo bo'lmaydi, Xudo xolasa. Ertaga Namangan jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bo'ladi. Bu reysimiz Xudo xolasa obeddan keyin boshlanadi. Shu 5larda registratsiya ochiladi, Xudo xolasa. Hamda ertaga 35 kunlik paketga ketayotgan ziyoratchilarimizni ham kuzatamiz Namanganni. Va yana 22-kuni Namangandan jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bo'ladi. Buning narxi $1100. Hamda 23-kuni Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bo'ladi. Buning ham narxi $1100. Hamda Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bo'ladi 24-kuni. U ham $1100. 26-kuni Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bo'ladi. Bu ham $1100. Hamda mart oyiga o'tsak, martning 1-kuniga Namangan jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bo'ladi. Uni narxi $1200 qilib belgilandi. Hamda 5-mart kuni Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bo'ladi. Buning narxi $1400. 6-mart kuni ham Farg'ona jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bor. Uning narxi $1400. Hamda Namangan jiddiy yo'nalish bo'yicha reysimiz bor 8-mart kuni. Bu ham $1400. Hamda 11-kuni Farg'ona Madina reysimiz bor. Bu ham $1400. Va undan tashqari 35 kunlik paketimizning narxi $1700 qilib belgilangan. Yana qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tamiz. Hamda xohlovchilar Mag'lon shahar temir yo'l vokzalchasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisimizga ham kelib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olib, har qanday ma'lumotlar olishlari mumkin. Rasmiy kassalarimiz bor, shu yerda to'lovni amalga oshirib, chekini o'zlari bilan olib ketishlari mumkin bo'ladi. Hamda yo'q, men ofisga bora olmayman deydiganlarga bizga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, sizlarga bank shot raqamini tashlab beramiz. O'zlaringizga qulay bo'lgan bankdan kirib to'lovni amalga oshirsalar ham bank sizlarga chek beradi. Shu chekni rasmga olib Telegram orqali bizga zagrant pasportlaring bilan tashlab bersalar ham, Xudo xolasa biz joylarini bron qilib qo'yamiz. Yana qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz ham mumkin. Videoda qandaydir kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalar, mana shunday yangiliklarni kuzatib borasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa barchalaringizga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.